Cobalt ustidan kulib tashlashdi xalqimiz do'stlar. Birinchi marta xalqimiz to'g'ri ish qildi, ya'ni GM mashinalariga nisbatan. Ana endi xalqimiz tushunib yetdi. Do'stlar, u kuni bilasizlar, Cobaltga navbat ochildi. Bir hafta ichida 100 mingta shartnoma bo'ldi. Ana endi to'lov qiladigan paytga kelganda 20 ming kishi to'lov qilgan, qolgan 80 ming kishi Cobalt mashinasiga to'lov qilmagan. Prosta qiziqish uchun navbat olishgan, lekin to'lov qilishmagan do'stlar. Har to'lov qilgan 5 ta odamdan bittasi Cobaltni olishgan, qolgan 4 tasi Cobaltning kerak emas deb shartnomani bekor qilib tashlashgan ekan. GM kompaniyasi ham o'ylagan, bu marta ham shunaqa bo'ladi. Cobaltni shaqillatib sotamiz deyishgan, yo'q. Bu marta do'stlar xalqimizni aldash olmadi. Ya'ni xalqimiz tushunib yetdi o'zi. Vaqtlar o'tishi bilan tushunib yetyapti do'stlar. Oldinlari bilasizlar, Cobaltga shartnoma ochilsa yoki Gentraga shartnoma ochilsa, shunaqa bosishardi, odamlar 2 soat, 3 soat ichida navbat to'lib, hammasi sotilib ketardi. Xalqimiz borib sirasi to'lovlarni qilishardi, chiqqandan keyin 20 million, 30 million ustiga qo'yib sotishardi yoki bo'lmasa olgan navbatini ham o'zi $500, $1000 dan sotishardi. Shunchalik xalqimiz GM mashinalariga o'rganib, unga bog'lanib qolishgan edi. Ana endi xalqimiz tushunib yetyapti. Ana endi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, GMning narxi tushib ketaveradi do'stlar. Endi o'sha 80 mingdan nima qiladi? Hozir avtosalonlarga endi qo'yishar ekan. Endi xohlagan paytingiz avtosalonga borasiz, Cobaltda navbat kutib o'tirmaysiz. Naqd pulni berasiz, olib ketasiz. Ko'rasizlar, yaqin o'rtada Cobaltlarni bo'lib to'lashga ham berib yuborishadi do'stlar. Rasrochkaga ham bo'lib to'lashga ham berib yuborishadi. Xalqimiz mana shunaqa birlashib, yopishmasdan bee'tibor qoldirishsa, narxlar tushib ketaveradi do'stlar. Gentrani ham, Cobaltni ham, boshqasini ham hammasini bo'lib to'lashga avtosalonga ushlab qo'yib tashlashadi. Ana endi GMning vaqti o'tdi do'stlar. Maksimal layklarni bosib tarqatamiz va kommentariya yozib qoldiringlar, yana qanaqa sabablar bo'lishi mumkin. Menimcha Xitoy mashinalarining kirib kelishi ham katta sabablardan bittasi bo'lyapti. GM mashinalariga o'sha xalqimizning qiziqishini o'lishiga. Ya'ni xalqimiz boshqa mashinalarni ham, boshqa variantlarni ham ko'rishyapti va variantlar ko'pligi uchun GM mashinalariga endi qiziqish sekin o'lib boryapti do'stlar. Bu yaxshi xabar albatta. Like bosamiz, hamma yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Tez orada do'stlar Cobaltlar salonlarda bo'lib to'lashga chiqadi. 1 oy, 2 oy ichida. Hozir o'zi avtosalonlarga joylashtirishni boshlashibdi. Ana endi avtosalonni naqd pulingizga olib ketaverasiz. Oldingida 6 oy, 9 oy, 10 oylab kutmaysiz endi. Bu albatta yaxshi xabar.